kasal bo'lishga haqqingiz yo'q. Menga kasalman deb aytmen degan gaplari qaynanammi? Hech qaysi qaynanaga kelinni kasal bo'lishi yoqmaydi-ya. Lekin qizi kasal bo'lib qolsa, uyga olib olib bola chaqasi bilan boqib davolab o'tiradi-yu. Bu seni kelining qariganda xizmatimni qiladi deydigani. Qara yaxshilab avaylab asrasang shu qariganingda kuningga yaraydigan shu to qizing yetib kelguncha og'zingga suv tomizib o'tiradigan shu-ku, shunga yaxshi gapirib bolam bo'tamqi, qizing yeb qirga ketadi baribir. Yoningda qoladigan kelining bolam desang, ertaga qariganingda pashatalab yotmaysan. O'sha shirin so'zlaringni, yaxshiligingni yuz amri shirin deb o'sha keliningni ham qaytaradi. Zulm quvursang, qatdan keyin senga yaxshilik qiladi qariganingda. Salomga yarasha Ali, sizlar zulm qilmaylik, kelinlardan ham yaxshi javoblarni, o'sha ichidagi mehrni ko'rasizlar. Nimani eksanglar, o'shani o'rib olasizlar.